Assalamualaikum. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining Tadbirkorlar palatasiga men bir video murojaat qilmoqchiman. Men Sa'd Ahmad Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida G'obdin mahallasidaman. Mening o'sha tadbirkorlarning palatasiga bir shikoyatim bor. Bizda bir tadbirkorchilik qilaman deb 2 kvadrat metr alan dargan uy-joy qilib o'tibdi. Buni Bulung'ur tumani hokimi ham bilib o'tibdi, lekin inobatga olmayapti. Shuni men O'zbekiston Respublikasining Tadbirkorlar palatasidan bir nazoratga olishingizni xohlayman. O'sha tadbirkorga tadbirkorchilik qilish uchun olingan. Lekin u hech qanday tadbirkorchilik qilmay, bino qilibdi, uy-joy qilibdi. Qo'shimcha bino qo'yilmagan joy degan joylarga qo'shimcha bino qilibdi. Buni Bulung'ur tumani hokimi bilib turib nazoratga olmayapti. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining Tadbirkorlar palatasi shu G'obdin mahallasidagi tadbirkorlarni bir tekshirsangiz, o'sha tadbirkorga yer bergan, haqiqatan yer bergan, lekin tadbirkorchilik qilaman deb olgan, lekin u tadbirkorchilik qilgani yo'q. Uy-joy qilibdi. Qo'shimcha bino qo'yilmagan joy degan joylarga qo'shimcha bino